Cobalt galovkamiz tayyor bo'ldi. Bu umuman saroshka pretelka qilinmagan, o'zini yig'ilgan yangi klapanlar bilan yuribga joy-joyiga qo'yilgan. Umuman shaqillamaydi. Ko'rishlaringiz mumkin. Saroshka qilmasdan holatda o'zini ham yig'sa bo'ladi. Umuman saroshka ham pretelka qilinmagan, test qilingan holati. Ko'rishlaringiz mumkin. Ma'lari ham xuddi o'sha holatda tayyor holatda yig'ib qo'yilgan. Tangalari o'zi, pujnalari o'zi, hamma yo'g'i bor. Bu holatda zazorlari birga-bir chiqqan. Saroshka qilinmagan, asosiysi ko'pchilik saroshka qilib gnezdoda yegizib tashlaydi. Bunda umuman yegizilmagan. Hamma yo'g'i joy-joyida turibdi. Buni saroshka qilib gnezdoda yegizib olishda ziyoni katta bo'ladi. Ancha gnezdo cho'kadi hamda umri galovkani qisqaradi. Yangi qo'yilgan galovkani iloji boricha o'zini xuddi shu holatda yig'ilsa, ancha uzoq muddat yillar sizga xizmat qilib beradi. Lekin yangi narsa baribir zo'r bo'ladi. Buni xohlasa mana bu blokka mindiramiz. Tevalari standart, bizda standart ko'sa, qo'shlari ham standart JM bo'ladi. Bundan tashqari galovka paketkasi haqiqiy original temir JM bo'ladi. Bunga qog'oz qo'yishda keragi yo'q. Faqatgina temir yig'ilsa, o'shanda motor ancha zo'r chiqadi.